Aha. Cho'tka. Xo'p, qaranglar. Yana bir marta. Bundan oldingi intervallar haqida. Intervallar asosiy mohiyati nimadan iborat? Yodlangan so'zni hajmini, misol uchun 100 ta so'z eslab qoldingiz, 100 ta so'zni hajmini keyinchalik takrorlash jarayonida orani ozgina uzsangiz bo'ldi. To есть birinchi 3 soatdan keyin takrorlaysiz, keyin misol uchun 16 soatdan keyin 24 soatdan keyin deylik 3 kundan keyin 1 haftadan keyin va hokazo. Mana shu odatda 1 haftaga yetib borganda 5 ta 6 ta takrorlash bilan orada uzuqlik bilan shu bilan qolib ketadi. Tushundingizmi? Shu bilan prям urib tiqib qo'yasiz uzoq muddatli, long term memory deydi, uzoq muddatli xotiraning ichiga. Endi hozir o'rgatilgan usulim mana shu intervallarni yana ham kamaytiradi. Misol uchun, mana ma'no oladigan bo'lsangiz, men 3250 ta raqamni eslab qolgandimda, o'sha rekordni. Biroz tasavvur qilyapsizlar, qanchalik katta hajmligini. Men 1 marta takrorlaganman. 1 marta. Hammasini eslab qolganman. Bir donagina marta ko'rib chiqqanman qaytib. Bo'l. Shuni o'zi yetarli bo'lgan. Mnemonika orqali qilganim uchun. Endi qarab turinglar. Nima qilasizlar? To'g'ri usuli nima degani? Chet tili so'zi o'zi nima? Mashqlarni boshlashimizdan oldin. Men bittaga aniq qilgan ham qotib qoldi yana. Chet tili so'zi nima? So'z o'zi nima? Chet tili so'zi emas, so'zni o'zi nimaligini bir marta ko'rib chiqadigan bo'lsak, so'z bu qanaqadir jism yoki jarayonning tovushli ifodasi. Misol uchun qo'limda nima turibdi? Chatga yozinglar. O'zbek tilida yozinglar. Mana qo'limda nima turibdi? O'zbek tilida nima bo'ladi? Stakan. Stakan bo'ladi. Qo'limda nima turibdi? Qo'limda nima turibdi? Qo'limda stakan turibdi. Nima bilmayman, o'zbekchasi bordir. Ko'pchilik finjon, krushka menimcha. Mayli, ko'pchilik stakan deb yozadi. Endi chashka boshqa. Qaranglar. Endi buni inglizchasi nima? Glass bo'ladimi, nima bo'ladi? To'g'rimi? Mana inglizchasi nima? Ya'ni ko'ryapsizlarmi? Bitta masalani tushuninglar-da. Любой narsani olsanglar, misol uchun mana bu water deylik. Bu deylik pen. Bu deylik paper, to'g'rimi? Mana bu kart va hokazo. Istalgan jarayon, hodisani tovushli yoki yozuvli ifodasi so'z bo'ladi. Ya'ni so'z bu, yana bir marta, bu hozir kimdir o'ylayotgan очевидный, hammaga ma'lum bo'lgan narsani aytyapsiz Davronga. To'g'ri, lekin bu tushunmasangiz, men sizga o'rgatmoqchi bo'lgan usulimni mohiyatiga e'tibor olamiz. Asosiy masala nimada? So'z bu nimadir? Qanaqadir noma'lum nimadir? O'shani tovushli yoki yozuvli ifodasi. Misol uchun, kitobni deylik, men buni o'zbekchalab kitob deysiz. Men любой o'zbekga olib borib, nima bo'lsangiz kitob deydi. Rusga olib borsangiz, nima bo'lsangiz kniga deydi. Inglizga bersangiz, nima bo'lsa book deydi bu narsa. Tushunyapsizlarmi? Uchtasi ham to'g'ri gapiryapti. Prosta bitta holatda, mana shu holatda har xil tovushlar bilan ifodalayapti. Har xil yozuvlar bilan ifodalayapti. Ya'ni so'z, istalgan so'z bu jarayon, hodisa, holat, jismlarni tovushli ifodasi. Endi buni tushundik. Endi qarab turinglar. Endi so'z shunaqa. Chet tili so'zi nima? Chet tili so'zi bu sizga notanish bo'lgan tovushlar orqali sizga tanish bo'lgan jarayonni ifodasi bo'ldi. Boshqa narsa emas. Ya'ni, misol uchun siz ingliz tilini bilmasangiz, men qog'ozni oladigan bo'lsangiz, men buni qog'ozni paper deydigan bo'lsak, inglizchani bilmaysiz deylik, misol uchun. Men ingliz, lekin qog'oz nimaligini bilasiz-da, ko'rgansiz qog'ozni, ushlagansiz, ustiga yozgansiz. Sizga tanish bo'lgan narsani, ya'ni qog'ozni boshqacha tovush bilan ifodalanishi chet tili so'zi bo'ladi. O'sha tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ularni tovushida ifodalashni o'rganishingiz kerak. Paper deya olishingiz kerak. Shu joyda, mana shu logikada bitta zo'r usul bor. Haqiqatan mana prям borib ishlatsanglar, вообще boost qilasizlar. Juda katta surilish bo'ladi oldinga qarab. Ya'ni so'z bu kod.
so'z bu kod. Har bitta inson o'zini kodini qiladi. Xitoy olmani, lekin luboy dunyodagi luboy odamga bunday qilib ko'rsatsam, bu nimaligini biladi luboy odam. Arabmi, avommi, xitoymi, tojikmi, o'zbekmi, rusmi farqi. Bunday ko'rsataman, biladi bu suvligini, buni ichsa bo'lishini. Prosta ular hammasi har xil tovush bilan ifodalaydi. Hammasi har xil tovush bilan ifodalaydi. Endi misol uchun mana xorijiy so'z daraxt, ruschalab derevo, tam inglizchalab tree deylik, shajaroh yoki shajarotun deydi, adashmasam arab tili, pet deysiz, namu deysiz, anaqada yapon tilida va hokazo. Deylik oy, o'zbekchalab oy. Oydagi luna deysiz, moon deysiz, qamar deysiz, chandrama deysiz, dal deysiz va hokazo. Hamma millatlar, har bitta til egasi o'zini tovushi bilan bir xil narsani ifodalaydi. Hamma biladi oy nimaligini, hamma har kun oyni ko'radi. Lekin ifoda masalasi boshqada. Mana shu chet tili so'zi. Endi yangi o'rganayotgan tilingizni fundament asosida qurish kerak. Qarab turinglar, bitta narsani yaxshilab tushunib olinglar, umringlarni oxirigacha bilib olinglar va tikib olinglar. Bitta zo'r narsa bor. Bu narsaning nomi Sapir-Whorf nazariyasi. Sapir-Whorf nazariyasi. Sapir-Whorf nazariyasi nima deydi? Til dunyoni yasaydi. Nima degani bu? Bu degani, siz o'zingizni birinchi dunyoni tanigan tilingizda o'ylaysiz. Ichki dialog almashishi mumkin, lekin fundamental mental konstruksiya ona tili o'zbek tilida, o'zingiz target birinchi tilingiz o'zbek tilida chiqqan bo'lsa, o'zbek tilining ustiga quriladi. Siz keyingi til o'rganganingizda boshlang'ich birinchi poydevor, misol uchun mana bu poydevor tursa, o'zbek tili tursa, xitoy tilini o'rganganingizda buni ustiga qurasiz. Buni ustiga qurasiz. Misol uchun mendan kelib turib, olma nima bo'ladi inglizchalab deb so'raysiz. Misol uchun siz ustozingiz bo'lsa, men aytaman apple deyman. Siz olma nima edi deb so'raysiz. Olma deb turib tovush bilan ifodalaysizda, keyin u tildagi tovushi nima edi ustoz deb mendan so'raysiz. Men keyin aytaman apple desam, apple deysizda o'sha narsani, ya'ni poydevorga qurasiz. O'zingizni o'zbek tilingizni ustiga qurib ketadi. Istalgan tilda mana shunday qurilaveradi. Keyin poydevor baquvvatlashgandan, konstruksiya qurilgandan, misol uchun 3 ta til o'rganganingizdan keyin keyingi tillarni ustiga qo'yish osonroq bo'ladi. Chunki sizda konstruksiyalar ko'p bo'ladi. Endi bitta mashq qilamiz sizlar bilan birga. Qarab turinglar. Yana bir marta. Ona tilingiz ustiga target til. Target language, ya'ni o'rganayotgan tilingiz doimiy ravishda ona tilingiz bilan bog'liq bo'ladi. Fundamental ongsiz ravishda. Siz IELTS 9 olsangiz ham mana Begzit akani taniysizlar. Marahmedovni podkast qilganimizda zo'r gap aytganlar. Davron deganlar, "Mani IELTS 9im bor. Men ham 20 yildan beri ingliz bilan shug'ullanaman. IELTS 8,5 mi 9 speaking band bilan 15 marta olganman, 10 marta olganman, lekin bitta narsa, men native emasman. Men o'sha yerda Amerikada tug'ilib o'sgan inson bilan bir xil emasman gapirish darajam. Shuni odamlar tushunmaydi. Men baribir boshqachaman. Eng yuqori ball olganim bilan shuni tushunish kerakki, men o'zbekman deb turib zo'r qilib ifodalab bergan. Shu narsani prosta tushuning. Endi bitta mashq bajaramiz. Mashqqa tayyor bo'lsanglar, men mashq uchun sizlarga ko'p vaqt bermayman. Menga bitta taymer bormi, biror pomidor taymer. Men sizlarga 2 daqiqa beraman xolos. Qo'rqmanglar. Ruchka boshqa narsani olib qo'yinglar, bir bosib yuboringlar iltimos. Birmi plusmi farqi yo'q. Mana 2 daqiqa. 2 daqiqa. Hozir bitta mashq bajarib ko'ramiz. Yaxshi. Qaranglar, ruchka, daftar, bloknot olib qo'yamiz. Hozir sizlar bilan bitta mashq bajaramiz. So'zlarni bir-biriga qo'shish mashqi. Kelishdikmi? Prosta ikkita so'zni qo'shib ketamiz. Men aytgan narsani tasavvur qilishingiz kerak bo'ladi. Men nima desam, o'sha narsani tasavvur qilishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Boshqa hech narsa qilish kerak emas. Prosta xayolingizda, ko'zingizlarning oldida haligi narsa bo'lsa bo'ldi. Men tasvirlayman. Kelinglar 2 minut emasda 3 minut bera qoling. Birinchisi uchun sal qiyinroq bo'lmasin-da. Nima qilamiz? Tushuntirib beraman. Ikkita so'z chiqadi, misol uchun ham baklashka bilan deylik, ruchka. Misol uchun baklashka bilan ruchka degan so'z chiqadi. Hozir men so'zlarni olib chiqaman ekranga. Keyin nima qilaman? Baklashka bilan ruchka bo'lsa, ikkitasini bir-biriga qo'shishingiz kerak. Misol uchun baklashkani ruchka teshganini tasavvur qilishingiz kerak. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Boshqa hech narsa qilmang. Eslab qolish, balobatdan faqat shu men aytgan narsani tasavvur qilsangiz bo'ldi. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Men so'zlarni aytib ketaman siz. Timer qo'ydim. Qarab turinglar.
Demak, birinchi ikkita so'z akula bilan ko'z. Akulani tasavvur qilinglar. Akulani ko'zini tasavvur qilinglar. Ikkita ko'zi katta akulani tasavvur qilinglar. To'g'ri, tam fantastika, bachkana bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, tasavvur qilinglar. Ko'zi katta akula. Suvning tagida suzib yuribdi, ko'zlari mana bundan ishib ketgan. Xo'p, botoks va qayiq. Tasavvur qilinglar. Botoks bilan qayiqni tasavvur qilinglar. Demak, botoks lab ishgan, botoks bo'lgan bitta qiz, lablari ishib ketgan, yuzlari ishib ketgan, qayiqda suzib ketyapti. Tasavvur qiling. Ko'zinglarni oldiga keltiring. Qayiqni keltiringlar. Qiz qanaqa kiyimdaligini ko'zinglarni oldiga keltiringlar. Lab ishgani botoks bilan qayiqni bir-biriga ulaylar. Xo'p, grill, tovuq grill yashil, yam-yashil grill. Grill qovurilyapti, tasavvur qilinglar. Yam-yashil, haligi svetofor yashilga o'xshagan, yashillab ketgan, hidi ham g'alati, tasavvur qilinglar. Yashil grill, yashil bilan grill degan so'zni bir-biriga ulaylar. Xo'p, endi hashak bilan ko'prik, katta ko'prik turibdi, tasavvur qilinglar. Katta ko'prik, Amerikan ko'prigi misol uchun, o'sha ko'prik turibdi-da, ustida ko'p hashaylar turibdi, kelib hashaylarni yeyishyapti. Hashayni kim yeydi? Otmi, molmi kim yeydi? Qisqasi hashaylarni o'sha parrandalar yeyapti. Короче, ko'prik bilan hashay ikkita so'z. Keyingi so'zni bir-biriga ulaymiz. Mashina bilan ichmoq. Mashinada baklashkada suv ichyapti kimdir. Katta baklashka mashinadan chiqarib yuborib suv ichyapti, tasavvur qiling. Mashina ichmoq, ikkita so'z bog'laylik. Prosta so'z bog'lash mashq, tez. Ya'ni yarim o'tib ketdi. Kravat bilan galstuk. Katta kravatda o'rtasida qip-qizil uzun galstuk yotibdi, kravatdan tushib turibdi. Ko'zinglarni oldiga keltiringlar. Sharshara, daraxt ustiga sharshara tushyapti, tasavvur qiling. Daraxt turibdi, sharshara oqib, barglari uzilib ketyapti. Kana itni bo'yniga katta kana yopishib olganda qonini so'rib tashyapti, it yiqilib tushyapti, hushidan ketyapti. Tasavvur qilinglar. Begemot yuguryapti. Tasavvur qilinglar, begemot yugurish bilan shug'ullanyapti va kalla qora. Bitta kalla turibdi. Tasavvur qilinglar, masalan, xonada o'tirsanglar, bunday qilib tasavvur qilsanglar oldinglarda. Kalla turibdi-da, qop-qora kalla. Kalla qora degan so'z. Endi yana bir marta qayta, mana 50 sekund vaqtimiz bor. Bir marta takrorlab chiqamiz. Demak, akulani ko'zi katta, akula ko'z. Botoksli qiz qayiqda ketyapti. Botoks bilan qayiq. Xo'p, grill yashil, grill tovuq tasavvur qilamiz, grill pishyapti, yam-yashil bo'lib, hashak ko'prikning ustida ko'p hashaklar to'kilyapti, hashak yeyishyapti. Xo'p, mashinada bir kishi ichyapti, katta baklashkani olib turib ichyapti mashinada, mashina ichmoq. Kravat ustida katta uzun galstuk yotibdi, pastga tushib turibdi. Daraxt ustiga sharshara tushyapti, sharshara. Daraxt kanani it bo'ynidan tishlab turib, qonlarni so'rib olyapti, it yiqilyapti. Begemot yuguryapti, qop-qora kalla. Bo'ldi. Misol uchun mana даже ertaroq ham tugataman. Даже ertaroq ham tugataman. 19 sekund vaqtimiz qoldi. Qarab turinglar. Endi nima qilamiz? Ruchkani olinglar-da, so'zlarni yozib chiqinglar, juftini. O'zinglar uchun yozib chiqinglar, keyin men so'raganimda ham. Demak, kravatda jufti nima edi? Prosta juftini yozasizlar. Kravatda jufti nima edi? Qaysi juft so'z edi? Sharsharani jufti nima edi? Sharsharani jufti nima edi? Mashinani jufti nima edi? Mashinani jufti nima edi? O'zingiz uchun prosta tezda shunaqa qilib yozib chiqing. Kravatda jufti mana bitta aralashtirib yozib qo'yilgan, ko'ryapsizlar, bog'lash mashqi. Bu yoqdagi so'zlarni prosta tasavvur qilsanglar bo'ldi, esinglarga keladi. Xo'p, kanani jufti nima edi? Kanani jufti nima edi? Xo'p, akulani jufti nima edi? O'zinglar uchun yozinglar, chatga yozish shart emas. Xo'p, kallani jufti nima edi? Kallani jufti nima edi? Begemotni jufti nima edi? Begemotni jufti nima edi? Grillni jufti nima edi? Xo'p, hashakki jufti nima edi? Va botoksi jufti nima edi? Tak, kim bo'ldi? Men deb yozinglar, hamma jufti bitta topganlar. Men deb yozinglar. Kim bo'ldi? Men deb yozib yuboraylik chatga. Prosta men deb yozib yuboraylik bu. Prosta men deb yozsanglar bu. Kim bo'ldi? Qiyin emas bu, ko'ryapsizlar, tam nechta so'z? 10 ta so'z, 3 minut, 2 minut. Masalan, men o'zimga qo'yib bersanglar, tam 10 sekunddan vaqt ketmasdi. Paq xayolimda o'ylab tashladim, bo'ldi, tugadi. Men, malatsi, chotka. Endi qarab turinglar. Demak, tasavvurimizda uladik. Juda ham oddiy. Mana bunday qilib turib ko'rsanglar bo'ladi. Даже, misol uchun, kravatda galstuk, sharshara, daraxt, mashinada ichmoq, kanada it, akulada ko'z, kallada qora degan so'z edi, begemot yugurmoq edi, grill yashil, hashak so'zi ko'prik, botoks qayiq. To есть mana hammasi 100% to'g'ri. Ko'pchilikda tam 100 yoki 90% to'g'ri chiqadi bittada.
Endi bog'lash mashqi to'ga usulini ishlash uchun o'ta muhim. Nimaga? Chunki to'ga usulida so'zni talaffuzi bilan uni tarjimasini bog'lab ketishingiz kerak. Mana shunaqa mashqlar o'ta zo'r rivojlantiradi. Bu haqda даже Chris Fried degan nevrolog tadqiqoti bor. Aynan shunaqa mashqlar xotirani bir necha karra kuchaytirish mumkinligi haqida. Endi qarab turinglar. Xorijiy so'z o'zbek tiliga bog'lashdan avval o'zbek tilidagi so'zni bog'lashni o'rganishingiz kerak. Ya'ni mana bunaqa bitta ikkita mashqlarni bajarib ko'rsangiz bo'ldi. Xorijiy so'zni talaffuzi bilan bu yerdagini bemalol bog'lab keta olasizlar bir-biriga. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Hozir xorijiy so'zlar bilan ozgina mashq qilib ko'ramiz. Demak, to'g usuli nimadan iborat? To'g usulida to'rtta asosiy narsa bor. Birinchisi tarjima, ya'ni so'z tarjimasi. Любой bitta so'zni olaylik. Paper misol uchun, boya misolda keltirgan bo'lsam. Paper qog'oz, ya'ni so'zni tarjimasi bor. Obraz, ya'ni mana bu talaffuzga obraz topishimiz kerak. Hozir tushuntiraman nimaligini. Garmonizatsiya va ikkitasini bir-biriga ulab qo'ysak bo'ldi. Va to'rtinchisi A degani qasi artikulatsiya, ya'ni u narsani paper deb takrorlay bilishingiz kerak. Gapirishingiz kerak. Chunki artikulatsiya apparat rivojlanmasa, o'sha og'zingiz, tilingiz o'rganayotgan tilingizdagi so'zni bir necha marta repetitsiya qilib ko'rmasa qiynaladi. Keyinchalik talaffuz qila olmaysiz. Endi qarang. Keyingi etap to'g usuli bilan shug'ullanish. Qanday qilib shug'ullanadi? Xotirani rivojlantirishga bitta yo'li bor. Bir donagina asosiy yo'li bor. Xotirani aspektlarini shug'ullantirish kerak. Sifat. Xudoga shukr, hozir chet tili so'zlarni eslab qolamiz. Sifat, ya'ni sifat deganda aniq eslab qolishingiz kerak. Sifatli eslab qolishingiz kerak. Uzoq muddat ko'proq muddatga eslab qolishingiz kerak. Kecha misol uchun so'zlar ketma-ket eslab qoldik. Bugun so'rasam aytib berasizlar. Примерно shunaqa uzoq muddat bo'lishi kerak va tezlik. Tez eslab qolish. Bizga sekin kerak emas. Misol uchun 10 ta so'zga 1 oy sarflashim kerak emas men. Men 100 ta so'zni o'tirib yarim soatda yodlashim kerak. Mana shu meni asosiy niyatim. To есть men tez yodlashim kerak, uzoq muddatga sifatli yodlashim kerak. Endi mana shu 3 ta narsani shug'ullantirish jarayonida nima qilinadi? Sifat bu ma'lumotni saqlab qolganingizdan so'ng uni qanchalik yaxshi eslay olishingiz. Bu degan sifat. Misol uchun so'zlarni eslab qolish. Qarab turinglar. Hozir biz xorijiy so'zlarni beraman sizlarga, realni bor so'zlarni. Birgalikda eslab qolamiz. Plus bosib yuboringlar, bir marta tayyor bo'lsanglar, xorijiy so'zlarni eslab qolamiz. Qarab turing. Iltimos, plus bosib yuboringlar. Aha, pluslar ketdi. Bo'ldi, yaxshi. Okey, qarab turinglar. Hop, bir nechta so'zni ko'rib chiqamiz. Demak, oculus ko'z degani. Oculus degani ko'z degani. Bote degani adashmasam ispan tili bu, ana ism yo'q, lekin qaysidir tillar bilamiz. Qayiq degani. Green degani yashil degani. Greenni endi ko'pchilik bilsa kerak, bu ingliz tili. Hashi yapon tili bo'lishi kerak. Ko'prik degani. Hashi ko'prik degani. Mashina. Mashina to'g'ri. Mashida ichmoq degani. Mashida ichmoq degani. Kravat degani. Kravat emas, kravat degani. Galstuk degani. Xo'p, shajaroh deylik. Shajaroh daraxt. Shajaroh daraxt degani. Xo'p, cane degani. Bu italyancha bo'lishi kerak. Cane degani it degani. Begich degani. Begich degani rus tilida yugurmoq degani. Va kala degani. Adashmasam bu vyetnamskiymi bolavatlar qora degani. Endi qarab turinglar. Men boyagi so'zlarni bekor sizlarga yodlatmadim, ya'ni bir-biriga ulatmadim. Bu aslini olganda boshqa chet til so'zlarni tayyor o'xshash obrazlarni tayyorlab bergandim. Qarab turinglar. Bir marta men bilan takrorlaysizlar. Demak,
Oculus. Oculus latin tili bo'lishi kerak. Oculus ko'z. Oculus ko'z. Oculus ko'zligini eslab qolish uchun shunchaki men bunga bitta kichkina ilmoqli obraz qilib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun o'xshash, deylik, akula. Akula ko'z eslab qoldik. Endi qaranglar, bu yerda boya tog usulini 3 ta etapini ishlatdik biz. Ya'ni men sizlarga tarjimasini, mana tarjimasi, obrazini ham tayyor topib berdim. Garmonizatsiya qilib bir-biriga uladik, tasavvur qilib, endi artikulatsiya men bilan birga takrorlaylik. Oculus ko'z. Oculus ko'z. Bote qayiq. Botex degan anaqani oldik. Esingizda bo'lsa, ulashib oldik. Greenni grill deb qo'ya qoldimda. Yashil grill tasavvur. Green degani yashil degani. Hashi. Hashiga hashakka oldim o'xshashlik uchun. Hashi ko'prik, hashak usti ko'prik. Mashida mashinaga o'xshaydi. Shunga mashida ichmoq. Mashinada ichadigan odam tasa. Krovat juda yaqin. Shunga galstuk prosta kiradi. Shajaroq, sharshara qilib oldim buni. Sal haligi boshi o'xshagani uchun sharshara, daraxt, shajaroq. Kane, keyin emas bu, inglizcha so'z emas bu. Kane deb o'qilaymi. Kane it, kana. It kanan ishlayapti. Begit, rus tilini bilsizmi, balki bilmadim. Begemot qila oldimda, yugurmoq. Begemot yuguryapti. Kala, qora. Endi qaranglar. Hozirgi so'zlarni tarjimasini yozib chiqinglar. Mana ekranda turibdi. Men bittadan o'chirib qo'yaman. Tarjimasini o'zingiz uchun yozib chiqinglar. Kimda hammasi o'xshagan bo'lsa, men deb yozib qo'yinglar. Green tarjimasi qanaqa bo'ladi? Kaneni tarjimasi qanaqa bo'ladi? Begit tarjimasi qanaqa bo'ladi? Shajaroq yoki shajarotunni tarjimasi qanaqa bo'ladi? Oculus tarjimasi qanaqa bo'ladi? Oculus tarjimasi qanaqa bo'ladi? Boteni tarjimasi qanaqa bo'ladi? Kalani tarjimasi. Men deb yozinglar, hammasini 100% tarjimasini eslab olganlar men bitta. Esizliyor musun? Nima? Hani? Men mana hammasi esda qoldi. Ahamiyat beringlar. Bittada, to есть mana любойni ko'rasiz. Oculus ko'z, bote qayiq, green yashil, hashi ko'prik, mashida ichmoq, kravat galstuk, shajaroq daraxt degani, kane degani it degani italyan tilida. Begit yugurmoq degani, kala degani qora degani. Bu adashimiz ham yo vyetnamskiy yo buni g'alati har xil tildan so'zlarni bolalar yig'ib bergan. Boyaga boshida bog'lash darsini nima uchun qildim men? So'zlarni eslab qolishni, mohiyatini tushunish uchun. Ya'ni men bittagi chet til so'zini talaffuziga birorta sal yaqin bo'lsa ham bironsi topsangizda, shuni olib ketsangiz bo'ldi. U yog'iga ozgina artikulatsiya qilishingiz kerak xolos. Ya'ni misol uchun deylik, misol uchun mana begitni olaylik. Begit bir necha marta takrorlasangiz bo'ldi. Endi qarab turinglar. Kelinglar bir marta mashq qilib ko'ramiz. Boshqa so'zlar bilan mashq qilib ko'ramiz. Obraz topishni yagona bitta qoidasi bor, mashq qilish kerak. Qarab turinglar. Plus bosib yuboringlar. Plus bosib yuboringlar, tayyor bo'lsanglar. Tayyor bo'lsanglar, plus bosib yuboringlar. Bo'ldi, chotki. Qarab turinglar. Endi men bitta yana boshqa so'zlar bor, ular sal qiyinroq, lekin hozir harakat qilib ko'ramiz. Demak, yodlab ko'ramiz. Sitruna. Qafas. Endi tog orqali eslab qolish uchun sitruna, ya'ni mana bu so'zga sitruna degan talaffuzga sal yaqin birorta so'zni shuni o'ylab topsangiz, ya'ni tovushi, misol uchun tam boya Oculusga akulani topdik-ku, xuddi shunaqa bir so'z o'ylab topib, qafas bilan tasavvur qilib ketsangiz bo'ldi. Sitrunaga nima bor sizlarda? Mana chatga yozinglar, qanaqa so'zlar bor? Kulgili, bachkana, qo'rqinchli, g'alati so'zlar bo'lsa, undan ham yaxshiroq esda qoladi. Sitruna, citrus, setora. Misol uchun setora. Sitruna, setora qilib qo'ya qolaylik bo'ldi. Setora guruhini hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Setora guruhi yoki bir setora degan tanishingiz farqi yo'q. Qafasda o'tirgan tasavvur qiling.
Tasavvur qilingda, haligi tasavvur qilganingizdan keyin, ya'ni texnika bo'yicha togga T tarjima qafas O sitruniga просто obraz topasiz, tezda shuni o'ylaysizda, bir-biriga bog'laysiz. Ya'ni shu setora bo'lsa, qafasi A artikulatsiya. Haligi tasavvurni miyangizda ushlaysizda, bir necha marta sitruna desiz bo'ldi. Keyingi so'z. Hech narsani yozmaylar. Lapset. Lapset degani dum degani. Qanaqa so'z bor dumga? Biror kulgili bironsan eslanib qilsanglar yaxshi bo'ladi. Lapsetga, ha. Lapsha misol uchun. Lapset. Lapashin, lapset, lab. Saturn. Sitruniga Saturn zo'r tushadi. Sitruniga Saturnni ham qilsanglar bo'ladi. Saturn qafasda o'tiribdi, Sitruna. Lapsha, lapsetga lapsha. Okey, lapsetga lapsha. Tasavvur qilinglar. Dum, bilmadim tam. Eshakni dumi, ustida lapsha. Ustida lapsha osilgan. Lapset, dum deb takrorlaydi. Gapiringlar, yozmanglar faqat. Anaqa mashq jarayonida artikulyat. Endi Taklaus katta. Taklausga nima bor? Qanaqa o'xshash so'z bor? Taka. Misol uchun menga Santa Claus keldi sразу. Santa Claus. Taklaus. Taka. Kaktus. Tahallus. Farqi yo'q. Taka, tahallus, kaktus va hokazo. Taklaus. Santa Claus misol uchun. Takani olib qo'yaylik. Katta taka. Uydan chiqdingizda, uyingiz oldida katta taka turibdi. Qarang, bitta narsa. Bachkana, qo'rqinchli, jirkanchli bo'lishi mumkin emas narsalar zo'r esda qoladi. Ishlatish kerak shu narsani. Miya zerikmaydi. Nimaga dars qilmaydi odamlar? Nimaga bu narsani eslab qolmay? Zerikarlikda o'tirib, haligi raqamlarga qarab, boshqa narsalarga qarab, ammo bitta miyangiz ozgina tasavvurni ishlatib, sal bo'lsa ham chayqaladi. Taklaus, katta taka turibdi. Taklaus. Haligini tasavvur qilingda. Taklaus. Okey, dальше keyingi so'z. Kupoli, issiq. Issiq. Kupoliga bormi birorta so'z? Kupoli. Kupalnik, kupon. Koptok, kubik, kupon. Kupoliga yo kupon, yo kupalnik olsak bo'ladi. Kupalnik issiq, как раз mana, issiq kupalnik. Plyaj issiq, kimdir kupalnikda yuribdi. Tasavvur qil, yoki kupon. Issiq jaziramada quyosh urib turibdi, asfaltda kuponlar sochilgan. Tasavvur qil, kupoli bir necha marta va oxirgi so'z voy, nima bu? Jarruvayke. Xafa bo'lmoq. Jarruvaykega nima bor? Kimda bor qanaqa? Jarruvayke. Jarroh. Javrash. Javruvayke. Jarroh deylik. Jarroh. Bitta vrach o'tiribdi, oyog'i singan bir kishini. Jarroh vrach o'tiribdi. Haligi vrach xafa o'tiribdi va oyog'ing sinibdi. Misol uchun xafa bo'lib o'tiribdi. Endi qaranglar. Yana bir marta. Sitruna qafas. Saturn qafas ichida o'tiribdi. Sitruna degani qafas degani yoki sitora qafas ichida farqi yo'q. Xo'p, demak, lapset, dum, lapshani oldik. Dumda lapsha, dum degani lapset. Takrorlaymiz birga men bilan. Taklaus, taka, katta takani oldik yoki katta Santa Claus farqi yo'q. Katta bilan tasavvur qilsanglar, men misol uchun hozir tepaga qarab tasavvur qilyapman. Katta, Taklaus, Kupoli issiq, kupalnik yoki kuponli issiq. Xo'p, jarruvayke, jarroh xafa bo'lib o'tiribdi. Jarruvayke. Xo'p, endi boshqa
boshqa bitta listni ochinglar, o'zinglar daftaringlarda, keyingi betni ochinglar. Ruchkani olinglarda bitta so'z aytaman, tarjimasini o'zingizlar yozasizlar. Yoki chatga yozsanglar ham bo'ladi. Demak, taklaus tarjimasi nima edi? Taklaus. Taklaus tarjimasi nima edi? Taklaus tarjimasi nima edi? Katta. Hop. Taklaus katta. Hop, jarruvaykeni tarjimasi nima edi? Jarruvaykeni tarjimasi nima edi? Uchun ikkinchidan vaqtingizga rozi bo'linglar. Asosiy masala nimada? Sizlar uchun maxsus taklif. Maxsus taklif whatever. Tarixdagi eng kuchli xotirali insonni ismini chatga yozinglar. Sizningcha albatta. Ko'pchilik bitta odam yozsa kerak. Farabiy, Buxoriy, ko'pchilik Buxoriy deya kimdir Gerodot deyapti, Amir Temur, Buxoriy va hokazo. Farabiy, Buxoriy, Amir Temur farqi yo'q. Mana ko'pchilik Imom al-Buxoriy yozyapti. Shaxsan men 2022-yilda O'zbekistonning eng kuchli xotira egasini aniqlash uchun turnir o'tkazganman va turnir nomi Al-Buxoriy bo'lgan. Al-Buxoriy nomidagi O'zbekiston eslab qolish musobaqasi bo'lgan. Samarqandda o'tkazganmiz. Ya'ni biz avlodlarimiz shu inson. Tushunasizlarmi? Ya'ni sizda bor shu narsa, siz o'zingizni miyangizni rivojlantirish orqali istalgan hayotingizdagi aspektni rivojlantira olasiz. Bu aniq. Daho bo'lasiz, hayotingizni o'zgartira olasiz va hokazo. Men qanday qilib miyam shu darajaga olib keldim? Qarab turinglar. Mani retrospektiv rejam, yozib olsanglar bo'ladi shu rejani. Mani u boshda boshlaganlarim sizlarga aytib beraman. Xo'p, mani rekord darajasiga, o'ta kuchli xotira darajasiga olib chiqqan reja. Aynan shu reja mani Xudo xolisa tarixdagi eng kuchli xotirali insonni ismini chatga yozinglar. Sizningcha albatta. Ko'pchilik bitta odam yozsa kerak. Farabiy, Buxoriy, ko'pchilik Buxoriy deya kimdir Gerodot deyapti, Amir Temur, Buxoriy va hokazo. Farabiy, Buxoriy, Amir Temur farqi yo'q. Mana ko'pchilik Imom al-Buxoriy yozyapti. Shaxsan men
2022-yilda O'zbekistonning eng kuchli xotira egasini aniqlash uchun turnir o'tkazganman va turnir nomi Al-Buxoriy bo'lgan. Al-Buxoriy nomidagi O'zbekiston eslab qolish musobaqasi bo'lgan. Samarqandda o'tkazganmiz. Ya'ni biz avlodlarimiz shu inson. Tushunibsizlarmi? Ya'ni sizda bor shu narsa, siz o'zingizni miyangizni rivojlantirish orqali istalgan hayotingizdagi aspektni rivojlantira olasiz. Bu aniq. Daho bo'lasiz, hayotingizni o'zgartira olasiz va hokazo. Men qanday qilib miyam shu darajaga olib keldim? Qarab turinglar. Mani retrospektiv rejam, yozib olsanglar bo'ladi shu rejani. Mani u boshda boshlaganlarim sizlarga aytib beraman. Xo'p, mani rekord darajasiga, o'ta kuchli xotira darajasiga olib chiqqan reja. Aynan shu reja mani xudo xolisa jahon chempioni qiladi. Nasib bo'lsa, O'zbekiston bayrog'ini ko'taraman qachondir va hammaga ko'rsatib qo'yaman. To'g'ri, o'zbeklar dunyodagi eng kuchli xotira egalari. Xo'p, endi shu rejani siz ham amalga oshirishingiz mumkin. Men bilan birgalikda. Yana bir marta tabriklayman, chunki men uchun shaxsan bu bayram va xudo xolisa kursda o'qiydiganlar uchun ham, taqdimotda ishtirok etadiganlar uchun ham bu foyda bo'ladi. Endi qarab turinglar. Superman AI 2.0. Demak, reja qanaqa? Superman kursi 6 oyda bir marta o'tkazaman men. Ya'ni o'tgan safargisi 6 oy oldin bo'lgan. Bu safargisi ham, keyingi safargisi yoki 6 oydan keyin, ya'ni 26-yil bahorlarida yoki 1 yildan keyin bo'ladi. U noyabrda, 2026-noyabrda. Superman o'sha yaqin orada bo'lmasligi aniq. Xo'p, endi ushbu yo'l davomida 7 hafta ushbu kursda 7 hafta 8 ta bonus jonli efir, 40 ta dars bor. Kuratorlar tomonidan maxsus darslar bo'ladi, kitoblar bo'ladi, sovg'alar bo'ladi. Bugun hozir ko'rsatib beraman, shu tammasi turibdi. Xo'p, demak, qanday tarzda o'tiladi? Maxsus yopiq kanallar bo'ladi va u yerda mana bunaqa laptop ichidan yoki telefon ichidan bemalol qatnashsangiz bo'ladi onlayn kursda. Xo'p, demak, 7 ta asosiy modul. Qarab turinglar. Super xotirani rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda mnemonik asoslarini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Super xotira tizimlarini o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu eng asosiy narsa. Xo'p, undan keyin diqqatingizni rivojlantirishingiz kerak. Xorijiy so'zlarni assotsiativ xotira orqali eslab qolishni o'rganishingiz kerak, butun tizim qilib. Poliglot degani bu tizim, ya'ni xorijiy bu yerda o'sha qo'shimcha darslar bor, lingvistlardan. Xo'p, undan keyin tekstologiya, matn bilan ishlashni o'rganishingiz kerak va mindset, ya'ni mana bu miyangizni fikrlashingizni o'zgartirishingiz kerak, o'shanda siz kirishib keta olasiz. Endi birinchi modul. Men nimadan boshlaganman o'zi va birinchi modul Superman ichiga nimani qo'shganman? Superman mnemonika asoslari. Birinchi o'rinda ketma-ket mnemonikani o'rganish kerak bo'ladi. Zanjir usuli bu o'sha bir-biriga assotsiatsiyalarni bog'lash. Lokatsiya usuli dunyodagi eng kuchli usul. Men hamma rekordlarni mana shu usulda o'rnatganman. So'zlarni eslab qolish katta tezlikda va tasviriy sayohat. Birinchi moduldan keyin asosiy oladigan foydangiz va men o'zim uchun mana shu narsalarni qilgandan keyin olgan foydam, mnemonika bazasini shakllantirib, xotirangiz qanaqa ishlashini yaxshilab tushunib olasiz. Yaxshilab sezishni boshlaysiz. Demak, xotiram mana bunaqa ishlar ekan, men bunday qilib eslab qolar ekanman, buni bunday eslab qolaman, bunday eslab qolaman va hokazo. Xo'p, demak, ikkinchi modul super xotira tizimi. Tizim asosiy narsa. Bu yerda eng sodda, tez ishlatsangiz bo'ladigan tizim beramiz. Major tizim deydi. Flash kartalar orqali major tizimni rivojlantirishni o'rgataman. Dangasali yangi texnikalarni spesialni qo'shilgan, nimaga odamlar shug'ullanishni davom ettirish uchun samaradorlik sirlari haqida gapirishamiz. Ya'ni ozgina ishlab ko'proq natija olish sirlari va raqam eslab qolishni o'rgataman. Raqam eslab qolishni o'rganganingizdan keyin qatta raqam bo'lsa, konstitutsiyangizda raqam bor, misol uchun. 78-modda. Любой joyda raqam bor joyda bemalol ishlatib keta olasiz, eslab qola olasiz. Endi bu moduldan oladigan asosiy natija super xotira tizimini qurasiz. Sizni mindsetingiz, ya'ni diqqatingiz bir necha karra rivojlanadi va bu texnikalar orqali yana ham tezroq eslab qolishni boshlaysiz. Endi super fokus 5 daqiqalik raqamlar 3-modulda. Keyingi darsda mavhum so'zlarni eslab qolishni o'rgataman. Diqqatni rivojlantirish texnikalarini ko'ramiz. Flow holatda, ya'ni soatlab, chalg'imasdan ishlash va o'qishni o'rganamiz. Yuz va ismlar. Kimdir boya so'radi, yuz ismlar borasida. Lyubo odamni yuzini, ismini bemalol istalganchalik eslab qola olasiz. Ya'ni 3-moduldan oladigan asosiy natijangiz sizni diqqatingiz o'ta kuchayadi. Mavhum so'zlarni yoki boshqa qanaqadir qiyin so'zlarni bemalol eslab qolishni o'rganasiz. Endi 4-modul assotsiativ xotira. Ya'ni xorijiy so'zlar. Ko'pchilik xorijiy so'zlarni eslab qolishda qiynaladi. Bu yerda to'g'ri usuli haqida gaplashamiz. Ya'ni qo'shimchalari haqida va to'g'ri usulni qanday qilib shug'ullanish haqida. Undan tashqari to'g'ri usuliga qo'shimcha materiallar beriladi. Tezlikka chiqishni o'rgatiladi. Ya'ni assotsiativ mana miyangiz aytdim-ku, boya yarim sekundda obraz qilishni o'rganadi. Xuddi shu narsani o'rganadi. Flash kartalar bilan ishlash, murakkab so'zlarni eslab qolish, ya'ni uzun so'zlarni, nemischa so'zlarni deysizlar, boshqa so'zlarni eslab qolish o'rgatiladi. Oraliqli takrorlashni ichiga kiriladi. Xo'p, demak, ya'ni 4-modul assotsiativ xotirangiz rivojlanadi, istalgan tildagi xorijiy so'zlarni bir necha karra tezroq eslab qolishni o'rganasiz. Xo'p, demak, 5-modul
Bu yerda maqsad qo'yish dekompozitsiyasi, til o'rganish jarayonidagi asosiy intizom. ChatGPT orqali obraz topish, so'zlarni yozilishini eslab qolish, ya'ni yozilishni alohida eslab qolishni o'rganamiz. Mikro qadam va mikro g'alabalar, o'ziga o'zi motivatsiya berish sirlarini o'rgatamiz, tashlab qo'ymaslik uchun. Xo'p, natija chet til so'zlar jarayonida dangasali, yengasiz chet til so'zlarni 10 yoki 20 yoki 30 barobar tezroq va sifatliroq eslab qolishni o'rganasiz. 6-modul tekstologiya, matn. Kimda matn bilan muammolar bo'lsa, bilmadim, kitobdagi matnni deysizmi, boshqa qanaqadir matnni deysizmi? Atamalar, terminlar, tarixiy sanalarni eslab qolishni o'rgataman. Chet til kasbini usuliga alohida bir kishi kelib turib, ikkita dars o'tib beradi sizlar uchun. Nutq eslab qolishni o'rgataman bu yerda. Test javoblarini eslab qolishni o'rgataman. Xo'p, natijada ikkita miyezni chet til kasbini miyezdan tashqari qo'shimcha sun'iy miya qilishni o'rganasiz. Terminlarni eslab qolishni o'rganasiz, matnlar bilan ishlashni o'rganasiz va hokazo. 7-oxirgi modul, oxiri rivojlantirish kerak bo'lgan narsa. Bu bizda anaqa o'zgarmayapti, yigitlar. Xo'p, 7-modul bu fikrlash bo'ladi, ya'ni mindset bo'ladi.